Qaytibki, Qo'to'bosh. Yaxshimisiz Ali aka? Sizda ham kam qolibdi. Men kam bilan yopaman-da Ali aka. Men 50 yopaman. Assalomu alaykum Bilal aka. 4 ga kammi? Hozir 1 soat ichida yopilsa yotardim-da. Rahmat Ali aka, tinch yurimiz sekin-sekin. Qachon aylanamiz? $500 Mers tursik zakaz qilib bering. Uzair aka keyin aylanaman. Ha, 500 bitta kiyaman, bitta tashiyman, bitta kiyaman, bitta tashiyman-da. Ana Nijnevkam qolmagan vaqt tursigim oq bo'ladi-ku. O'shani yuvgim kelmaydi-da. Hali Nijnevkam bor, 2 pachka turibdi. Lekin Mersga, chunki Mersga Nijnevkani yopishtirib bo'lmaydi-da, ingichka-ku. Mana unday bo'lib qat bo'lib qoladi-da. O'zi 250 rubl ekan oddiy tursiklar. Ular bo'lsa bir 300-400 bo'lsa bo'lishi mumkin. 300-400 rubl tursa, 300 rublmi? 350 mi shunaqa tursa kerak. Jirkanish emas bu narsa. Jirkanish emas. O'zimnikini yugim kelmaydi даже. Qornim och yursam yuraman. Lekin ana shu tursigimda bitta shu Nijnevgacha turmasa ichim qisadi. Hamga tegib turish kerak-da, issiqqina bo'lib. Yuvma, tashlab yubor, yangi olaver. Ha, siz galpis pishirib keling, bir 2 lagan sotamiz, har kun Mers olaman. Har oyga yaxshi almashtirar ekansizda. Alishtiraman. Kiyimlarimdan ko'p ichki kiyim kiyish yaxshi ko'raman, men yoqadi menga. Pul ko'p senda deydi. Tashoda pul ko'pmi? Hech kim pul bermayapti. Hamma quruq shoshonlar. Quruq shoshonlar. Aka, assalomu alaykum. Qanani aka, men yordam beraman deb podpiska olib ketgan aka, chumoq qilib ketdi meni. Plus. Ishlasang bo'ladimi? Pul. Ishlasang bo'ladimi? Ishlamayapman-ku. Sizlar ishlayapsizlar-ku men uchun. Sizlar o'ylaysizlar, bizga Xudo shunaqa ko'p pul beribdi, ko'p topamiz deb o'ylaysizlarmi, odamlar? Hamma narsa yozilgan bo'ladi, hamma narsa. Bizlarning rizqimizni ham sizlarga bergan bo'ladi. Eslaringizdan chiqarmanglar. Hech nima bekorga bo'lmaydi. Ishga kirg'ay. Ko'timga yoqmaydi endi meni. 1,5 yildan beri ishlamayman. Kamerani pastga qaratib pul beraman deydi. Haromi, kamerani pastga qarataman, puling kerak emas, bitta yalab bo'shantirib qo'y. Ertalabdan bir mazza qilay, xonada apayam yo'q ketgan hozir. Zo'r bo'ladi. Bemalol ochaman. Boshla. Haromlar o'ziga gap sotib oladi-da, bularga yoqadi shunaqa gap. Kulib ko'ribsizlar. Realni ana Rossiyada yalaydiganlar ko'paygan ishlarni ushlab olishim kerak bir. Ali, realni yalasangiz podpiska bosing. Podpiska oling. Birorta gostinitsa snimat qiling. Moskva Citydan 50-etajdan gostinitsa oling. Boramiz. Oppoq spalnik, ana shunday qilib yotaman, ikkita oyog'imni ochib bilan. Shunday kelasiz, boshingizni qo'yganingizda sochingizdan shunday ushlab bosaman-da pastga qaratib. Mazza qilaylik 4 kunlik dunyoda. Rostdan yalarkan bu jalab. Yalarkan, umuman xafa ham bo'lmayapti. Vobshe oddiy gapda, xuddi assalomu alaykum, yaxshimisiz deganda eshitilyapti bunga. Ha? Yaxliysanmi degan gap bunga assalomu alaykum, ishlaringiz yaxshimi aka deganda eshitilyapti bunga. Chiroyli tojik xotinimni o'zbeklar quchoqlab yotadi Moskvada.
Aka amini ham yalab qo'yadi, siz bilmaysiz, sizga aytmaydi. Aldaydi sizni, faqat quchoqlab yotadi deb. Ana bu Ali har kun borib yalab keladi xotini Isomi.